Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Vologradda mana Joltidomga keldik. Передача berishga. Ko'pchilik biladi. Krasnopolianskiy 17 mana ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda migrantlarni hujjatsiz yurgani uchun vaqtinchalik saqlash va deportatsiya qilish vaqtidagi jarayonni kech davri mana shu yerda bo'ladi. Mana shotkalar orasida bo'ladi. Shuning uchun 2026-yildan bilib qo'yinglar, juda ham qattiq kuchaytirilgan reydlar bo'ladi. Bu yilgidan ham battar bo'lar ekan, buyruq bo'lyapti deydi. Juda ozgina narusheniyasi bo'lsa ham deport bo'ldi, chiqarib yuborishga qaror chiqarish kerak ekan. Shuning uchun 2026-yildan kelayotganlar dokument qilib yurishga harakat qilinglar. 3 oy dedi, kategorически. 3 oy yurib, 3 oydan keyin kelib propiska qilib unaqa narsa bo'lmaydi dedi. 3 oy. Imtihonlar ham yana o'zgaradi. Imtihonlarning javobini hech qayerda topolmaysiz. Internetda ham bo'lmasa ekan, o'qituvchilardan ham hech qanaqa posredniklardan ham ololmas ekansiz. Chunki har oy Rosabnadzor tomonidan yangilanib borar ekan. Ehtiyot bo'linglar, mana hozir perdachaga kelganlar yurtdoshlarimiz. Perdachalarni berib qaytyapti mana. Kimi turibdi bularni? Kim nima qayg'uda? Ehtiyot bo'lib yuringlar.